do'konni taqdiq. Toda bu men. Voy, Jasur bolam. Keldingmi? Tomoq yemagansa darhol uyga tomoq yeb, hozir chiqma. Tomoq yeb bo'ldim. Mana hozir. Toda sizdan bir gap bordi. Paramasa qopdi. Ma'qul. Kel. Yigitni tayyorlab kutib qolganda? Nima tayyorlik ketdi deysa, hamma bir song'iz soladi. Men mo'min bilan chiqib bir qo'y olsak bo'ladi shu. Yaxshi o'tdi. Nima gap bo'lyapti bolam? Ansam layiq deb olsa. Yo'qolan gapni sen nereden anlagansa? Açam şundak deb sürdü, Qaysar şundak deb sürdü. Bu yo'q gapni davr rostga chiqarib atmoqlar bilan. Dadasining nima o'ylab atganini bek bilib boqqan. Men nima o'ylaydim? Bu Aysha bir obdan ayol. Bu qo'shni qo'lim bo'lgandan ancha-muncha osh tomoq sunishib qo'ydik shu. Navoda Ayshadan haqiqatan sen deganda yaxshi ayol bo'lib qolsa, qo'limni qilmay qo'shilmay. Bunun üstüge sen bizni boqaman deb bir umr javob tortding. Ya biz sening olindan xabar ololmay, sen g'ayribsin qolding. Endi men cho'ng'il bo'lish sifatim bilan nasib qo'llayman. Jasur. Endi bir gap desam boshqacha o'ylab qolma. Sening nomingdagi bu uy bilan do'konni biz uchaylar nomini yetkib etaylik. Biz shundalar bu acamning qanday ayolligini bilalaymiz. Ya'ni ki sana haqiqiy ko'yinyotamdi yoki boshqa maqsadi bormi? Bamiz oshkorlaydi. Sizlar xato tushunib qolibsizlar bola. Ya tada, sen boshqa o'ylama. Bu salonda kelgan pulning hammani sen o'tkazamiz. Uni ustiga biz yaqin atrofni sana o'yitib turamiz. Ada. Jasur. Sen zodi nima demoqchi bola? Endi shu omini bizga qoldigan bo'lgandikin shu hozir yo'tkazsakmi o'xshash deb. Nima? Jasur nima dedi? Jasur hozir tog'amning do'konda u uy bilan do'konning nomini yutib olmoqchi. Mirosni hozirda bo'lishib olmoqchi. Bay shunday dedi. O'z quligim bilan oldim. Nomini o'zgartish? Xato anlatgan bo'lsa? To'g'ri. Jasur aslida shunday dedimi? Shunday dedi. Bo'lmasa shuncha tez kelamdi. Apa, bu Jasur to'y qilib saralab qoldim nima? Qiziqish-ku bu. Men boshida degandim-ku, men uy bilan do'konni buzib salon solamiz degan vaqtda bu ishning g'alati ekanligini his qilganman. Bu akam sog' salomat hayot tursa, Jasur bunday gapsiz qanday bo'ldi? Shundigina apa, agar tog'am anglab qolsa, qanchalik ko'ngli yerim bo'lib ketadigina? Albatta ko'ngli yerim bo'ladi-da. Lekin biz bu bilan tadbir o'ylashib qo'ymasak bo'lmaydi endi. Tadbir? Tog'am bu uyning nomini ularga yo'tkib etsa, u vaqtda ular bu uyni o'zgartib do'kon qilsa, opam nada o'tirdi? Opa bizni qo'g'layotami endi? Hey, men uyimni tog'amnimi apa? Shunda, hammasi tog'amni. Akam nada? Do'konda qoldi. Men bir chiqaychi. Apa, bu Jasur to'y qilib saralab qoldim nima? Qiziqishku bu. Akam shundigina. Ay amma. Ay Farizat. Ay Mamika. Ay Naymoldalar. Xislat hozir ahvol jiddiy. Nima? Ahvol jiddiy? Oy yaxshilan. Bo'ldi. Aka, Jasur qani ketdimi? Ketdi. Uni qanday bilding uni kelganini? Jasur ama uy bilan do'konni topshir da'vatamda. Kim shunday dedi sana? Men bahu Jasurning sang degan gaplarning hammasini anglabdi. Bo'ldi, bu gapni bu yerda deyishmaylik. Oldin uy kiraylik, jo'naman. Apa, qarg'anda rastil shunday degan o'xshaydi. Tog'amning chiroy ifodasi qara, u rastil tog'amga do'konni bekor qil debdi-da endi. Rasma? Jasur rastil dadam qashladi dedimi? Rost, men o'z quligim bilan oldim deyman. Tog'a, keldingizmi? Men tayin yo'q gapni opangga deb nima qilsa? Tog'am
Men cho'ng bir odam bo'lmishda gap to'shib yuramda. Dada, bu To'g'rilar. Muhim gap bo'lmasa uxlayli. Endi shu omini bizga qildigan bo'lgan ekan. Shu hozir yo'tkazsakmi o'xshashda. Jasur, Ha, apa? bu yerda o'tirib bolam. Birdan jimjit kitob ko'rayda. Ha, o'tiring. Mana buni iching. Rahmat. Shunday qilib, dadingiz bilan paranglashadingizmi? Ha, paranglashdim. Yaxshi qilibsiz. Siz to'g'ri qildingiz, Jasur. Ishni bilmaganlar dadasining mol-mulkini tartib elishyapti deb o'ylab qilishi mumkin. Biroq gapning rostini aytganda, qudam u yana 100 yil tutib tursin-u, faqat yana shu so'qmoq to'kini xolos. Uning ustiga o'yga yangi bir a'zo qo'shilsa, jidal majra texmi ko'paydi. Mol-mulk ko'p emas, faqat shu uy. Shundoq bo'lsa-mu, hech qanday qandoqlik munosabati yo'q bir yangi ona bilan talashib yurgandim. Mol-mulkni vaqtida bir taraf qilgan yaxshimikin? Ha, oho, shu. Lekin men bir qismini olib kelyapman. Bekchiq o'ylab ketmang bolam. O'zingiz to'g'ri deb qaror qilgan ishni qilavering, ha? Ma'qul. Oy, nega? ha, chiqib borman ammo. Voy, yetdim ishlamkansizlarda. Asli orom olibdiq. Shirkatdan tuyuqsiz telefon qilib kamsan bo'lmaydi deydi. Hozir qaytib kelmas. Itingiz muborak bo'lsin ada. O'zingizdan bo'lsin. Ammo iting muborak bo'lsin. Rahmat. Sening mayting muborak bo'lsin. Rahmat. Bolam, siz nega mangdingiz? Shu shirkatda tuyuqsiz ish chiqib qolib, shu kamsanli bo'lmaydi deganda sho'ngmandim. Birdan til qaytib kelmadi ada. Lekin bu bugun bo'pti. Jiddiy ish bo'lsa berib keling bolam. Yaxshi aka, yaxshi. Qoldi tayyorlab. Dada, balki ranjigan bo'lishim mumkin. Lekin men Jasurning aytganlarining hammasi xato deyamayman. Biz shuncha uzun yil jafoliq turmushni beshimizda o'tkazdik. Endi bu yer ziminlarimiz pulga yarg'idek bo'lganda, nima uchun harakatga boqmaymiz? Boshqalar ozroq bir yer ziminlari bo'lib bo'lguncha, ozroq bir pul topqidek sharoit bo'lib bo'lg'ich qilgan qiliq topolmay qolibdi. Biz ziyosin ziyon tortilgan ish qilmasak, shundoq dada. Bolam, ishimizga tez berib, tez keling. Birga hit o'tkazaylik. Nima demoqchi o'g'lim? Jasurning aytganlarini bak cho'nqur o'ylab ketmagan demoqchi. Dada, sen xuddi hamma narsani yo'qotib qo'ygandek bunda o'tirib olsang, ko'nglimda yerim bo'lib ketadi-ku. Ma'qul bolam. Bering. Chaqam berib, chaqam keyin biz sizni saqlaymiz, tamam? Aytdim, eserim yo'q bu. Bu hayotda ko'p turib ko'miganni ko'rasan, o'lmagining deb, ma hech bo'lsa ishlayman deb chiqayotganda qarang ha. Mana hozir bormayman adash. Turtinglar birdan, ha? Hozirlar. Qaysar aka? Siz birga boramsiz? Yo'q. Aytib keldim, keldim shu. Bo'lmabdimi?
Nega borsiz? O'sha do'konga bir qancha palav aytmoqchi edik. Shay bormi shu? Qaysar aka. Ha, Tag'am at deganing yoqmish yeydi uchun tayyorlik qilyapsa. ay bildim. Bo'sh gap qilma. Bolalar uy jannat emasmi? Uy qaytarmoqda ular. Shu nechimiz birlashib qaytarmagan bolalarga aytlaydi deyishgan. Shu. Tag'am qandoq qildi? Hech bo'lmasa qo'yni so'yishib berib borasiz a? Voy Rana, birdan shu akamni kila. Unisiga mal qassoblar kelgan tursa, nimandoq? Qaysar aka. Siz bo'lmasangiz tag'amni ko'ngli yerim bo'lmamdi. Voy Rana, u men berib kelgan tursa, unisiga meni boshqa hammanglar baq tursanglar uyda. Boshaqlayli, berib kelay. Lekin Bo'ldi, lekin nimaman oldirayman, berib kelay. Xo'sh. Samsun'a okşaganda burada. Abadada, izlam var eksin. Olsun, sırada sigaranı sok. Rahmet balam, rahmet. Karışmaydı. Bana kayıtsız bu. Kim buldu? Söz kızardım da. Mam badakcan. Albatta, başsızını tutamayım. Yaxshimisizlar? Kaytimiz muborak bo'lsin. Sınırlı basın bala. Kaytimiz muborak bo'lsin. Yüzümüzden bağlı. Ay, biz dadamın kesin turup berip gelsek. Balam. Biz öyle doktorxonadan pensiyaya çıkan doktorlarning uyga yo'qlab boramiz. Uyga kerak borsangiz bo'lar. Juram, qo'ylarni so'yib dey. Biz çok var. Bana sıkan kızım saklanmadı. Şimdi hareket. Zaten nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Mana. Harız ben var. Ay bağanda Cesur'un halisinden çokum görüşüncü mü? Neymiş ki çokum görüşme? Adatçı öydeki en küçük gap kirgizsek, başkalarına boysunduruş asan. Apa, uya şunçola pulga yaram da? Pulga yarım kaçka, Cesur'a yardım kılıp uyanı kaytırılış gerek. Azıraklı kalışlarsak hemmesi yaxşı kütüdü. Nim qarab tursiz? Men deganda qilingchimi? Cho'qim ko'rishing, ha? Biroq nima deyman? Nima aytdingiz? Ularning uyga varis qilish huquqini voz kechsa, har biriga 500 ming yandan pul beramiz da. Benden sonum, hitiniz mübarek bo'lsin. Bugun aram oldingizmi? Shu jiddiy to'xtamdan shibati, shunga yetkazlarim ishlab ketdik. Siz bilan bir ko'rishay degandim. Nima? Bugunlama? Agar qulaylik bo'lsa, shirkatingizga boraymi-ya? Ha, undaqda shirkatga keling. Ammo tezroq keling. Men endi sirtga chiqishim mumkin. Ma'qul. Hozir boray-chi, xo'sh.
Cesur. Ha? Goşlarını parçalap bulduk. Kiyimlerinizi yengişlep çıkın. Sırt çıkınız. Sırt çıkmaz? Ha? Ben ettigen dedim go. Pensiyaya çıkan doktorlarının öykü yoklap barımız dep. Şu fırsatıyla siz ularla obdan tanışıp koyuyor. Yaxşırak tayarlı kılın ha? Ha, hazır kelidi. Alıp da bak koy soyup boğandan kendi ben soyutlarına ya. Ha, buldu. Hadi gel diyorum abla. Tiyen obdarak çıkırın lan. Ha çıkartmadı da. Ha. Çaburak, yakşırak çıkırın lan tiyeni. Ha, bunda bulmam da. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Ay bu qanday bo'lib men bunchalar ko'p pul bermoqchi qoldinglar? Apam bozor bahasini tekshirish qaraganda bu zaminning bahasi 1 million 500 ming atrofida bo'ldi ekan. Salon qurib mang'izish uchun 1 million ketadi deydi. Dadamning yeri ashunchalar ko'p pul yaramdi-ku. Ha. U yer agar siz Jasur Qaysar uchunlar tang bo'lishganda har bir odam 500 ming ola oladi. Agar Jasur varislik qildigan ish bo'lsa, bir vaqt Qaysar chiqanlarga 500 mingdan tegitgan. Onsi aka sizni bilasiz, meni hozir yo xizmatim yo'q. Shun bu salonni uzamachayimki deb o'ylashib qoldim. Bundan Jasurga besmim tushmaydi-kan. Uning ustiga dadam opamlar shu hayot vaqtimizda sizlar yordam qila olg'idek bo'lsa, qo'limizdan kelsa yordam qilsak deydi. Shunga bu yerni men sirtda o'qishib yurmay o'z odam bo'lgan ekan, siz bilan daydab kelish. Bundaqdan. To'satdan bunda desangiz, nima deyishimni bilmay qoldim. Jasurchi, Jasur nima deydi? Jasur teqdimidim. Ha? Nimishqa? Odatda öydeki en küçük gap kirgizsak, boshqalarning bo'ysunishini qilsa. Bizning ishchimizda sizning fikringiz eng muhim bo'lsa, shunda emasmi? Shunsiz qo'shilmoq Jasur hargiz demayman. Shundaqmi? Bundaqda men bir o'ylashib javobni beray. Kim? Maqlacha. Voy aka, toza yurib ketding ha? Qanday qilaman? Benim babalam yordam qildi. Shu qo'shnilar yordam qilamiz. Bunda qila olmadim. Sizga turay dedim. Mo'minga telefon uribdim. Keldigan vaqtim bo'lib qoldi aka. Voy. Hey Mo'min, bo'lashdik, bo'la. Mana. Ayınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Özünüz algı suyu atamsınız. Ama qo'shnilar yordam qildi. Bunisi men bunda qilaman. Aldırak bilgen bolsam özümni kilip koyup bertem emasmi? Sizga turay dedim. Oldu. Maya koysana özümni so'yay. Voy, Asta. Avaylan. Anam sana. Hem sen çıkıp koyduğu bayanı bir yığıştırıyor. Bo'la chaqan bo'lib.
Ma'qul. Aka, men sana naşliq tayyorlab beray. Bo'ldi. Voy, naşliq qilmay qilsam qanday qildi? Qaynoq suv ichib olgan. Ishlarni bitiraylik. Voy, aka. O'ylasam achchig'im keldi. Bu balalarni shundoq jafoda beqib cho'ng qilgan tursan, ha? Hala bugungi kun kelganda bular mushu zaminning jidilini qanday qildi deyman. Qizimni cho'p-cho'p qilib turib, ya sana ko'ngil bilishni bilmagan. Qap bo'ldi. Hammasi shu meni jafo tortib kelyotdi deb bo'g'a ishgan. Ammo muvofiq o'ydim birini tepasi bo'ldi emasmi? Nima? Aka, sen bu uyni balalarga o'tib bermoqchimi? Bu baribir shu bolalar qoldigan narsa ukam. Yamini kasima yezig'i ketama. Shu yerda ya bo'lgandikan. Ammo bolalarni oyda pul yevatimiz deyotmamda. Ansirmigina bo'ldi. Aka, sen rostilla bu uyning huquqini Jasurga o'tkazib beramsan? O'ylab baxsam, Jasurning gapimi to'g'ri. Men o'ylab ketib qolsam, baribir shu bolalar qoldigan narsa. Keyin bersammi, berma. Hozir bersammi, baribir berma. Uningda shu bolalarga ehtiyoj bo'lgan vaqtida bermamdi. Aka, sen ansirmisanmi bo'ldi ukam? Sauddaga uyning nomini sana yetkazdim. Anne o'zim asta yezig'i ketib, shu yerda o'zim terib, o'zim yeb yurmamdi. Qirg'anda yezimi yaxshi. Aka, sen men turdigan yer yo'q deb ansiravatga o'xshamamsan? Ben Parisat'ın bilib tursam bo'layli berdi. Mening ansiravatganim sen. Oy hozir uy zimining bor, ha? Agar seni bu uy ziminingni balalarga o'tkazib bersam, va qiyirgan vaqtingda og'riqsizlar bo'lib qolsam, shu balalaring sen qarama. Vallahi uncha ulamo. Vafosiz emas qofkam. Hozir o qo'lingda uy, zimining turibdi. Kelgüsü bularni balalarga berib etgandan keyin, u balalaringning sen qarshig'i mening ishonchim yo'q. Qara Parvar. Qarimsa uni ko'ramiz. Qara Parvar. Adam bu dunyoga quruq qo'l keldi. Hamma quruq qo'l ketdi. Hech nimasini aytolmaydi. Hammasi baribir qoladigan narsa. Talashqanning foydasi yo'q. Bo'ldi ukam. Quruq gap qilib, vaqtni o'tkazmayli. Ammani pachlab beraysan qazon seriyda. Ma'qul. Men chiqib Parisatni chaqirib chiqay. Aka. Nima qilyapsizlar? Ay aka. Nima qilyapsiz? Poshkal selib, samboz selib, do'stxonni mo'lroq qilaydi deb o'yladik. Yaxshi bo'pti ukam, yaxshi bo'pti. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşo cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilish kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Xususiy iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari
Қалғач маркалық сопын порошогі вәтін әркін шығырызын. Vay nemin? Кырнаң. Қалғач маркалық сопын порошогі. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge, güzel bu yüzü de dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge, güzel bu yüzü de dağ bulsun o ay. Mertler hemlige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde mutluluk bulsun barışıga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemlige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Mertler hemlige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde mutluluk bulsun barışıga, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemlige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat.